Sirdaryoda abukamga shart mashqxonada hozir 10 ta prisidaniya qilasiz. Umuman muammo. Ustingizga men chiqib olgan bo'laman. Davay. Qarang, meni tushirib yorsangiz yoki menga zarar yetkazsangiz yutqizgan hisoblanasiz. Davay. 5 ta. 10 ta. 5 ta. 10 ta. Hop. 1. Voy. 05 u bu. Sonim katta, oxirigacha o'tira olmayman-ku. Men tushsam o'tira olasizmi oxirigacha? Bilmayman. O'tira olasizmi? Bo'ptani, ketdi. Ana 1 2 3 Abuka! Voy! Asa, vaqtda. O'zini men chiqdi. Azim akamni chiqarib yormaymanmi? Kim birinchi tushish o'ynaymizmi? Ketdimi? Ketdimi? Mendan ko'ra siz yomon o'yin qilasiz, bilasizmi? Boshingizga tushaman, ko'tim bilan. Qarasam, balanda. Boshingiz machoq bo'ladi. Shamolga qarshi kurashyapman. To'xtatasizmi? O'zim to'xtatmayman. Qara, shu 4 ta Azim akam chiqadi ustingizga. Yo'q. Men qo'rqyapman, Voy, nima men o'zim chiqib oldim. Ahmoqga o'xshab. Siqilolmaysiz. Aka. Hop, ikkita qoldi. Xohlasangiz to'xtating, yutqizdim devoring. Yo'q. Aka, sen o'ynab qolding. Aka. Men to'xtatmayman, sen chidaver bo'l. Voy, svet o'chdi. O'sha aka bexosiyatlik boshlandi, aka. Ketdi. Dakarsi. Aka, ketdi qo'yas. Aka. Men quvvatuvdim. Komment yozinglar, bu muvozanatga ushomadi-ku, to'g'rimi? Aka, siz qaltiradingiz, oyog'ingiz mana bo'lib ketdi. Mana yozishim bo'pti. Bajara olmadingiz. Voy, yozinglar iltimos.